chiqamiz. Birinchisi barmog'ini eshikka qisib olish. Yomon, o'zi sezim og'riyapti. Juda yomon narsa. Qo'lingiz, mana bu tirnog'im uchib ayniqsa qolib ketsa, bunga men 10 dan 8 beraman. Ikkinchisi, tokka vilkasini bosib olish oyoq bilan. Bu ham og'riqli. Buni og'rig'i 10 sekundlik ichida o'tib ketadi. O'shaning uchun 6 baho beraman. Yaraga spirt quyish. Yomon achishtiradi agar yara joyiga spirt tegsa, lekin bu og'riqqa ham unaqa ko'p davom etmaydi. O'shaning uchun 7 ball beraman. Tilingizni tishlab olish. Yomon bo'ladi. Xuddiki uzilib ketgandek menga ta'sir qiladi. Undan ham yomoni, agar vilkani tishlab olganlar bilsa biladi, lekin bu og'riqqa ham chidasa bo'ladi. Agar tilingiz uzilib ketmasa, demak 7 ball. Va 5-inchisi oyoq orasiga tepish. Buni og'rig'ini faqat hamma erkaklar tushunsa kerak. Meni ham samboga qatnashgan paytimda rosa kelib tushardi. Buni og'rig'ini mana hozir hamma erkaklar his qilayotgan bo'lsa kerak. 10 dan 10 ball beraman. Menimcha tug'ishdan ham og'irroq bo'lsa kerak. Bittada yotqizib qo'yadi. Qachon ayollar bizanikini bilmaydi, biz ayollarnikini hech qachon bilolmaymiz. Bilmadim, tug'ishmi yoki oyoqni orasiga